Har bir jonli mavjudot singari inson ham yashash uchun oziqlanadi va bu orqali sarflangan kuch manbasini qayta tiklaydi. Hayvonlardan farqli o'laroq inson taomlanishda ham o'ziga xos odoblarga rioya etadi. Ilm-fanning so'nggi tadqiqot natijalariga ko'ra, ovqatlanishda faqatgina odobning o'zi kamlik qilar ekan. Janubiy koreyalik olimlar ma'lumotlarni tahlil qilish yo'li bilan chetdan qaraganda qulay va bezarar ko'rinuvchi yolg'iz tanovul qilish holati aslida o'zida yashirin xavfni aks ettirishini aniqladi. Mazkur xavf yashirin bo'lsa-da, ammo ba'zi tana qismlarida vaqt o'tishi bilan sezila boshlaydi. Nonushta, tushlik va kechlikni yolg'iz tanovul qilish metabolizm sindromi xavfini keltirib chiqaradi. Bu sindrom esa inson organizmida ortiqcha yog' to'planishiga olib kelar ekan. Mazkur xulosaga kelish uchun olimlar 7752 nafar ko'ngillilar o'rtasida so'rovnoma o'tkazadi. So'rovnoma ishtirokchilaridan ularning nima sababdan yolg'iz ovqatlanishi va bu hol qanchalik tez-tez takrorlanishini so'ralgan. Shuningdek, ularning tana vazni haqidagi ma'lumotlar o'rganilgan. Shu tarzda yolg'iz tamaddi qiluvchilar metabolizm sindromiga chalingani aniqlangan. Mazkur sindrom asosan erkaklarda 64% ko'p uchrashi ma'lum bo'ldi. Ayollarda esa bu ko'rsatkich 3 marta kamroq uchrar ekan. Muntazam yolg'iz taomlanish natijasida inson markaziy nerv hujayralarida ham noqulay holatlar vujudga kelishi mumkin. Ayniqsa bunday toifadagi insonlar asab bilan bog'liq kasalliklarga moyil bo'lish ehtimoli yuqori. Psixologlarning ta'kidlashicha, yolg'iz tamaddi qiluvchilarda egoistik kayfiyat, ya'ni xudbinlik xarakteri rivojlanib borar ekan. Ko'pchilik bo'lib, oila, do'stlar, qarindoshlar va yaqinlar davrasida taomlanish va bundan rohatlanish orqali inson tanasida serotonin, baxt gormoni, endorfin, baxtiyorlik yoki xursandchilik gormonlari, oksitotsin, mehr va muhabbat gormoni hamda vazopressin, ishonch gormonlari faol ishlab chiqarilar ekan. Shuningdek, jamoaviy ovqatlanish asabiylikni kamaytirishi ham olimlar tomonidan o'z isbotini topdi. Yana bir muhim ma'lumot. Ko'pchilik bo'lib taomlanish oilaviy va do'stona munosabatlarni mustahkamlaydi va bolalarda sog'lom ovqatlanish odatlarini shakllantiradi. Ta'kidlash joizki, yuqoridagi ilmiy tahlillar 21-asrga kelib o'z isbotini topdi. Ammo musulmonlar uchun jamoaviy, ya'ni ko'pchilik bo'lib taomlanish odati qadriyatga aylangan desak mubolag'a bo'lmaydi. Chunki sevimli payg'ambarimiz Muhammad Mustafa sallallohu alayhi va sallam bundan salkam 1,5 ming yil avval o'z hadis shariflarida birga taomlaninglar, yakka holda emas, jamoatda baraka bor deya ta'kidlaganlar. Anas ibn Malik aytadilarki, Rasululloh sallallohu alayhi va sallam hech yolg'iz ovqatlanmas edilar. Shu ma'nodagi boshqa bir hadisi shariflarda esa Nabiy sallallohu alayhi va sallam taomning yaxshisi ko'pchilik bilan baham ko'rilganidir deya biz musulmonlarga iymonimiz va salomatligimiz uchun juda foydali bo'lgan ta'limni berganlar.